Aka, bitta planni ko'rsatib bering. Qarang, bizda hozir mittalar bilan jang qilyapmiz. Hozir Akto'bega borishimiz kerak. Aqto'be 20 soat. 20 soat. Biz hozir Akto'bega bora olmaymiz nikak. Net. Uni orasidagi bizga yaqin bo'ladigan joy Aral. Aral dedingiz. Aralgacha necha? Aralga почти 9 часов. 9 soat, a? Aha. Hozir 9 soat. Mittalar Aralgacha bora olmasa kerak deb o'ylayman. 9 soat ko'p. Endi uzoq yo'l yurishmagan, biz yuraveramiz. Men 34 yoshdaman. Opit bor. Yo'q, sizda bor. Mitta bo'lgasam baramaydi. Oda opit yo'q. Shuncha aytaman, Orolga yetmasdan qaysi shaharda ham qolish mumkin yoki Oroldan o'tib, lekin o'tib keta olmaydi, chunki 9 soat ko'p-da. Baykonur. Откуда ракеты взлетают? Baykonurda qolishi mumkin ular. Mana bitta siz ko'rsatasiz. Mana bu shaharlarda ham qolish. Bular ham katta shaharlarmi? Yo'q, маленький goroda. Farqi yo'q. Balki biz Baykonurda qolamiz, lekin yo'lga chiqaveramiz. Biz maksimal daraja uzoqga borib olishimiz kerak-da. Aral тогда. Orol, a? Orolga ketdik, bolalar. Xo'p, biz hozir Turkistondamiz, lekin Yassaviyga kirib ketmasak bo'lmaydi, chunki hali bu yerga qachon kelamiz alohida. Shuning uchun mana shu binoning orqasida Ahmad Yassaviyning maqbarasi turibdi, to'g'rimi? Sen shu tug'ilgansan-a? Men tug'ilmaganman. Dodam, buvimgilar, hammaga. Men yilda 4-5 marta kelaman. Asosan o'zbeklar yashar ekan-a bu yerda, ko'p ekan o'zbeklar. Ko'p. Qozog'istonda o'zbeklar yashaydigan viloyat deymizmi? Bittasi Shimkent bo'lsa, bittasi Turkiston, ha? Turkistonga kelgan odam bor-ku, Ahmad Yassaviyga kirib ketmagan-da shu paytgacha. Kirmasdan ketmagan. Yo'q, kirmasdan ketmagan. Mana rosa chiroyli joylar bo'lgan, ishoninglar. Rosa chiroyli shahar. Qadimiy qal'alarning devori qanaqa darajada qalinligini bilgim kelardi. Juda ham qalin ekan. Mana. Tasavvur qilinglar, dushman keladigan bo'lsa, buni teshib o'ta olmaydi, juda ham qalin. Teshib o'tishga harakat qilsa, tepadan nayza bilan yoki bo'lmasam olov bilan purkab yo'q qilishardi. Xo'p, aylanib chiqib ko'rishga harakat qilamiz. Biz hozir mana Ahmad Yassaviydamiz. Nimaga Ahmad Yassaviy haqida ma'lumot bermayapsiz deyishyapti. Jamoadoshlarim, men aytamanki, bilmagan narsamni gapirmay qo'ya qoling. Hozir noto'g'ri informatsiya berib qo'ysam, ertaga yaxshi emas-da. Xo'p. Xitoy devoriga o'xshaydi. Mana mashdan turib nayzadan taqillatishadi dushmanlarga qarshi. Mahmeddan ham turib. Tepada mana yuradigan askarlar uchun joy. Zora. Bizga maslahatinglar kerak. Qozog'istonda o'zbekcha ashulalar. Maslahatinglar kerak. Orolga borishimiz kerak ekan. Ya'ni Qozog'iston hududiga Orolda Aral degan o'zining shahari bor ekan. O'sha shaharga 770 kilometr ko'rsatyapti. Turkistondan 770 kilometr o'zi uzoq, o'zi bizning maqsadimiz Akto'be edi, lekin Akto'bega 20 soat ko'rsatyapti. U juda uzoq bo'lib ketyapti. 1400 kilometr ko'rsatyapti. 1400 bir kunda yurishning iloji yo'q. Yura olamiz, dam olib, almashib, lekin ertaga charchaganimizdan keyin bir kun otelda yotib qolishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan xo'ja ali xo'ja bo'ladi baribir. Qozog'chasi ham bor mana. Nima deysizlar? Akto'bega sразу haydab yuboraylikmi? Yo 770 kilometr o'zi ham normalniy oqib qolamizmi? Akto'be yoki Aral? Ovoz berib yuboringlar, jigarlar. Eng qizig'ini aytaman. Bizga topshiriq beriladi Akvabel kompaniyasi tomonidan har kuni. Mana 1 soat ichida yana qanaqadir topshiriq berish kerak. Sizlar yo'linglarni davom ettiringlar deydi. Bittalar oldinga ketishgan. Biz obed qilmadik. Yo'l obedlarga ketamiz. O'zimiz eski paskalar balobatlar olganmiz. Balobatlar demang. Yaxshi narsalar olganmiz. Biz shoshilmaymiz. Shoshilmaymiz. Ketgan tezlikni qarab 140 ketyapmiz. 180 ko'ringan. Yo'llar yaxshi ekan deb. Har kuni vazifa bo'ladi. Shunga tayyor turishimiz kerak. Sizlar bana tutibinglar. Tak, qanaqadir postlaydan o'tamiz. Melisa to'xtatmasa kerak o'zi. To'xtat dedim, mana biz ham to'xtatdi. Bo'ldi, ketavering, hop. Xudo ketdik. O'zbekiston bayrog'i bor-da, chunki bosgan.
shunaqa tekis ketyapmiz. Shunaqa tez ketyapmiz. Hech narsa bilinmayapti orqada. Uxlab ketyapti. Biza uzoq yo'lga to'g'ri mashina tanlaganmiz deb o'ylayman. Qalay ketyapsiz? Вообще четкий, вообще masofa olmadi. Konditsionerda umuman muammo yo'q, ko'cha yonib yotibdi. Yo'l ham tekis. Bular nimaga to'xtab qolishdi? Tinchlikmi? Bagaj ochilib ketdi. Ha, yo'q-a. To'xtamay o'ting. Bo'ldi, ketdik, to'xtash mumkin emas, ketdik. 3 kilometr eng semiz ishtirokchilarimiz yugurish kerak bo'ladi. Kim birinchi yursa 10 ballni qo'lga kiritadi. Men eng semiz emasman, men yugursa bizda sher. Hop, biz rozimiz, rozimisizlar? Bo'pti, nima farqi bor? Bo'ldi, Abdurahim bilanmi? Abdurahim qani Abdurahim? Yuguramizmi? Ketdi. Bo'ldi, yuguramiz. Hozirmi? Mana qilyapti. Sizlar semiz yuguryaptim shunda. OTBga yutib qo'yadi deyaptilar, Abdurahim. Ko'ramiz. Yosh nechida? Yoshi 27. 38 ta. Endi siz mana yoshingiz katta, meni vesim katta. Teng, imkoniyatda teng. To'g'ri. Men chunki meni yoshimda futbolistlar butsisi nima qiladi? Dabdala bo'ldi-yu, dabdala bo'ldi-yu. Bu yog'iga 10 ballimiz sizga qoldi. Sher. Nima bo'ldi bu yog'i? Men Befitni nomidan qatnashaman. Ha, 100%. Befitni nomidan chiqdi. Futbol o'ynamayotganiga qancha bo'ldi? 5-10 yil bo'lib ketdi futbol o'ynaganimga. Aka, yutmasangiz bo'lmaydi. 2-0 yutqizayotgan bo'lamizmi shunda? Ha, 2-0 yutqizasizlar. Bu bola hozir choy ichib turaman dedi, choy ichmadi abetga. Men ikkita sayskan tiqib oldim xot-dokda. Endi qiynab qolsam kerak. Sekin yuguring bu. Bo'ldi, kelajak suvim qani men? Sizga nima qarang. Bu darajada tayyorlanmaylar, aka. Endi yutasiz lekin, endi yutasiz. Bo'lgandan keyin da masaj. Ladies and gentlemen, Abdurahim! Let's go, guys. Keep silent. Good luck, anyone. Okay, let's start, guys. Okay. Mana shu mashina hozir 3 kilometr oldinga qarab ketadi. Biz Abdurahim bilan yugurishni boshlaymiz. Orqamizdan bir ikkita mashinalar poylab yurishadi xavfsizlik uchun va kameraga olib yuradigan bolalar bor. Hammasi haqqoniy bo'lyapti. Tayyormisizlar? Tayyormiz. 1, 2, 3, ketdi! Shoshmaymiz. Biz shoshmaymiz. Hali yo'l olis. Okey, давай. Yey! Aka siz eplisiz. 1 kilometr qolib ketdim, men o'sha peshkom yuryapman. Xullas, agar meni eshitayotgan bo'lsanglar, bittalar shu 27 yoshli ukamizga elektr samokat olib beringlar, bari yeta olmaydi. Yoki mashinanglarga olib ketaveringlar, farqi yo'q bizga. Biza to'xtash yo'q. Nima to'xtatdinglar meni? Biz o'zingiz gapingiz bilan aytganda qilib qo'ydik. Hazil. Mahallaga to'xtatinglar. Kerak bo'ldi, okey, bo'ldi. Yutqizlik bo'lmoqda. Ikki shart sizlarga berdim, okey, mayli. Rahmat sizlarga. Komandan bilan nishonlayveraymi? Bo'pti, men nishonlayman. Mani komandan faqat oldinda. Mayli. Ahil bo'linglar. Halol bo'lma. Qo'ravermaslar. Yugurishni tegadi. O'zga ham anaqa fillik ekan-da. Yoshroq oranglar men yoshkan. Men o'zim qatnashaman. Bali omad qo'llar ko'rishguncha yo'limizni davom etamiz. Bosinglar, davay. Men peshana ko'rasam, bu peshana ter deyiladi. Men Befitda qatnashadigan ukamiz, bu taktik bo'ladi. Sportsmen bo'ladi. Qo'lini olib qo'ydim, Befitni kuchi menga o'tdi. Joyi. Voy. Bismillah deb cho'ramiz. Okalar, men nima ekan dedim, uzoqdan ko'rardim-da. Mozor ekan, mozor. Qozog'istonning mozorini ko'rinishi aksariyati shunaqa ekan. Chegara qilib qo'yishar ekan, deb katta qilib,
musulmonlarning mozori lekin. Yarim oy. Keyingi musobaqa taxminan bilamiz, qachon bo'lishini bilmaymiz. Nafsakis uchun kopta olib tayyorlab qo'yish kerak bo'ladi. Shartlar orasida futbol bormidi, yo'qmi esimda yo'q. Futbol yoki voleybol ham o'ynab turishi mumkin. Assalomu alaykum. Aku yaxshisini bittasini shunda bitta oling-da. Qani? Formadan chiqib qolmaganmikinmi? Nechumi? Bittada? Qara. Volla, razoratni qaranglar, yorib yoribdi lekin boru. Shunday vaqtda chiqasizlar. Shunday aylanib orqa qaytib ketasizlar. Qozoqlar malades ekan. Ana, razorat voy. Buni qaylvasa bo'ladi-yu. Вообще malades, a? Ha, вообще malades ekan. Mazdada o'zbeklarimizni ko'rsak mana. Margat qotdilar mana. Sizlarga bitta ma'lumot, geografiyadan ozgina dars o'tamiz. Tak, chap tomonimiz Navoiy hududlari, Qizilqum tomonlar. Mana biz nimaga bu yo'lni tanladik? O'zbekiston hududidan ham o'tsak bo'lardi. Mana ostiga kartani ochib beraman. Orolga yaqinlashib qoldik. Mana Orol, suv kam qolgan. Sirdaryo yoqalab ketyapmiz. Atrofimizda Sirdaryo daryosi o'tgan. Xo'p, bu yoq tomondan Amudaryo o'tgan, bilasizlar. Mana Nukus tomonlar, biz parallelda ketyapmiz. To'g'ri chiqsanglar Nukus. Lekin mana shu yo'l O'zbekistonga nikak qo'shilmaydi. Qo'shiladigan yo'l ham yo'q, chunki g'irt juda ham katta hududni egallaydigan cho'l bor. Kamida 300 kilometrlik, 400 kilometrlik yo'l bor agar O'zbekistonga qo'shilaman desa. Hattoki mana yonimizdagi Kaspiy dengizi bor. Kaspiyga vrodi yaqin qozoqlar uchun, lekin unaqa emas. Cho'l bo'lgani uchun uzoqga borib, adashmasam Aktoberga yetmasdan yana qaytib keladi orqaga. Juda katta hududni egallagan bo'lgani uchun ham, bilmayman, cho'lli zona bo'lgani uchun ham yo'l yo'q. Mana hamdan ko'rasizlar biz. Mashdan tepaga ketamiz, lekin Kaspiyga agar boradigan bo'lganimizda chapga yo'l yo'q. Tepaga chiqib aylanib keladi. O'zbekiston hududidan o'tganlar, masalan, chegaradan o'tsa, hamma xoliydigan, menga yoqadigan joy bor menga. Aktavoga O'zbekistondan yaqinroq. Faqat bitta no tomoni bor. Shu Nukusdan kelgan, Jasliq tomonlardan kelgan yo'l yomon deyolmayman, yo'l yo'q. Prosta kartada chizilgan shu yerda yo'l bordir, lekin yo'l yo'q. Bunaqa yo'l emas. Lekin yo'llarga gap yo'q ekan. Mana hozir 116 mi? Indamay 160, 170 ketyapti. Cho'llarni lekin ancha-munchasiga qirg'in keltirdik lekin. Bolalarni Baykonur cho'lni o'rtasida raketa mana mashdan uchadi bolalar. Rossiyaning raketalari aynan mana shu joydan uchadi. Dollarlab to'laydi yiliga. Mana shu joyda raketa uchirgani uchun. Endi bu joyi telefonda ko'rsatishim qanchalik to'g'ri, har holda strategik hisoblanadi to'g'ri. Unda. Bolalar, Masha Medved ko'rganmisizlar? Ana ikkita bo'ri bor-ku, o'shaniki, o'shaning mashinasi. Akustikasiga prosta gap bo'lish mumkin emas. Mana Sony bor-ku. Kolonka bor. Subwooferi bor. Orqada ham kolonkalari bor. Boshqa exit bor-ku. Materialdan siqmagan. Orolga keldik, Orolga.
Mana buni qaranglar akalar, bitta chiroyligini. Tuyalarni ko'ringlar, tuyalarni. Sal kasalroq tuyalarmi deyman-da. Lekin havo shunaqa idealni. Bilasizlar, cho'lli zonada bulut bo'lmaydi. Biz bu yoq tomondan keldik, lekin bulut paydo bo'lishi ko'rdik. Bu degani orol o'sha tarafda degani. Bilasizlar, bulut namgarchilik bor joyda bo'ladi. Zaparkka borganda tuyani yoniga kelarmi deylar, mana живое. Qalaysan? Burniga nima qilingan buni? Faqat tupilama, xo'p. Voy. Qo'rqitma unaqa. Zo'ra, tabiat, живой.